Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar hoziroq yugurib hujjat almashtirishi kerakmi yoki xavotirga o'rin yo'qmi? Bu savol oddiy ko'rinadi, lekin amalda pensiya olish. Bank kartasidan foydalanish, shifoxonada ro'yxatdan o'tish, notariusga borish, uy-joy hujjatlarini rasmiylashtirish, hatto farzandinikiga boshqa viloyatga borib kelishda ham muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, buvangiz, mahallangizdagi yolg'iz pensionerlar uchun ham juda kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar xavotir olishi kerak. Kimlar hozircha tinch yurishi mumkin? Muddati o'tgan pasport bilan nimalar to'xtab qolishi mumkin? Qayerga borish va qanday hujjat tayyorlash kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy, huquqiy va ijtimoiy ma'lumotlar ko'p odamni ortiqcha yugurdan qutqaradi. Avval qanday edi? Ilgari fuqarolarimizning asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjati ichki pasport edi. Odamlar shu pasport bilan bankka borardi, pensiya rasmiylashtirardi, shifokorga ko'rinardi, uy-joy oldi sotishda qatnashardi, notariusga kirardi, propiska masalasini hal qilardi. Keyinchalik biometrik pasportlar joriy qilindi. Undan keyin esa ishga foydalanish uchun ID karta tizimi bosqichma-bosqich kengaydi. Mana shu o'zgarishlar sabab odamlar orasida eski pasportlar butunlay bekor bo'libdi. Pensionerlarning pasporti endi o'tmaydi. Pensiya to'xtab qolarkan, bank pul bermaskan degan gaplar ko'payadi. Men shuni aniq aytaman. Hamma eski pasport bir kunda bekor bo'lib qoladi degan tushuncha noto'g'ri. Asosiy masala pasportning turi. Uning amal qilish muddati, jismoniy holati va siz qaysi xizmatdan foydalanmoqchi ekaningizga bog'liq. Hozirgi tizimda ichki shaxsni tasdiqlash uchun ID karta muhim hujjatga aylanib bormoqda. Lekin bu degani qo'lida amalda bo'lgan biometrik pasporti bor odam ertaga uyg'onsa, hujjati yaroqsiz bo'lib qoladi degani emas. Agar pasportingizning muddati hali tugamagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hujjat yirtilmagan, buzilmagan, soxta ko'rinishda bo'lmasa, ko'p holatlarda amal qiladi. Ammo muammo shundaki, ayrim tashkilotlar, ayniqsa banklar, notarial idoralar, davlat xizmatlari, mobil operatorlar va elektron tizimlar muddati o'tgan yoki eski namunadagi hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar menga pensiya kelib turibdi, demak hammasi joyida deb beparvo bo'lmasligi kerak. Mind part bien. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin, birinchi navbatda har bir pensioner yoki uning farzandlari pasportning amal qilish muddatini tekshirishi kerak. Bu juda oddiy. Pasportning ichki sahifasida berilgan sana va amal qilish muddati yoziladi. Ayrim hujjatlarda muddat aniq ko'rsatiladi. Ayrimlarda yoshga qarab almashtirish tartibi bo'lgan. Eng muhimi, men bu pasportni 20 yil oldin olganman. Lekin hech kim hech narsa demadi deb yurish xavfli. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, sizning shaxsingizni tasdiqlashda muammo chiqadi. Masalan, 68 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Karta muddati tugadi. Yangi karta olish uchun bankka bordi. Bank xodimi shaxsni tasdiqlash uchun pasport so'radi. Pasport muddati tugagan bo'lsa yoki tizimda eski ma'lumot chiqsa, bank yangi karta ochishni rad etishi yoki avval hujjatni yangilab kelishni so'rashi mumkin. Oqibatda otaxon pensiya pul hisob raqamiga tutsa ham kartani yangilay olmagani uchun pulni yechib olishda qiynaladi. Mana oddiy hujjat masalasi qanday qilib pul olish muammosiga aylanadi. Yana bir misol. 72 yoshli onaxon o'z uyini nabirasiga hadya qilmoqchi. Notariusga boradi. Notarius esa hujjatlarni tekshiradi. Pasport, kadastr, nikoh holati, ro'yxatdan o'tgan joyi, shaxsiy identifikatsiya raqami. Agar pasport muddati o'tgan yoki hujjatdagi familiya boshqa, tizimdagi familiya boshqa bo'lsa, notarius bitimni to'xtatadi. Chunki notarius uchun eng muhim narsa shaxsni aniq tasdiqlash. Agar hujjatda muammo bo'lsa, keyin bitim sudda bekor bo'lishi mumkin. Shuning uchun notarius avval ID karta oling, ma'lumotlarni to'g'rilang deyish tabiiy. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Birinchi guruh muddati o'tgan pasport bilan yurganlar. Agar pasportingizning muddati tugagan bo'lsa, uni hali ishlatib yuribman-ku deb cho'zmaslik kerak. Ikkinchi guruh pasporti yirtilgan. Suv tekkan, sahifalari ko'chgan, muhrlari o'chgan, rasmi tanib bo'lmaydigan holatga kelganlar. Uchinchisi familiyasi, ismi, otasining ismi yoki tug'ilgan sanasida xatolik borlar. To'rtinchisi yashash joyi, ro'yxat, PNFL. Tug'ilgan joy kabi ma'lumotlari turli tizimlarda har xil chiqadiganlar.
Beshinchisi, yaqinda bank, notarius, sud, kadastr, meros, davolanish, sanatoriy, nafaqa qayta hisoblash, subsidiyalar yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lganlar. Kimlar hozirgacha vahima qilmasin. Agar sizda amaldagi biometrik pasport bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, hujjat butun bo'lsa, ism familiya to'g'ri bo'lsa. Siz hozir pensiyangizni olayotgan bo'lsangiz va yaqin kunlarda notarius yoki bankda katta ish qilmoqchi bo'lmasangiz, kechasi bilan navbatga turish shart emas. Lekin baribir pasport muddati tugashiga ilg'i o'y qolganda tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki hujjat bir kunda kerak bo'lib qolishi mumkin. Kasalxonaga yotish, bankdagi karta bloklanishi, telefon raqamini qayta rasmiylashtirish. Farzand nomiga ishonchnoma berish, meros ishini ochish kabi holatlar oldindan aytib kelmaydi. Pensionerlar uchun eng katta xavf pensiyaning o'zi to'xtashi emas, balki pensiyaga bog'liq xizmatlarni bajara olmaslikdir. Pensiya jamg'armasi yoki bank tizimi shaxsni tasdiqlashni talab qilganda, hujjat eskirgan bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Masalan, odam 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi ishlamay qoldi. Bank hujjatni yangilang dedi. Hujjat tayyorlashga 1 hafta, bank kartasini tiklashga yana bir necha kun ketdi. Shu davrda odam dorisini, kommunal to'lovini, oziq-ovqatini vaqtida ola olmay qiynaladi. Demak, masala faqat qog'oz emas, kundalik hayot masalasi. Yana bir hayotiy vaziyat. Pensioner farzandinikiga Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga bormoqchi. Bu yerda ichki ID karta bilan chet elga chiqish masalasi alohida. Chet elga chiqish uchun ko'pincha xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ikki pasport yoki ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlaydi. Lekin chet elga chiqish uchun alohida hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ID karta oldim, endi xohlagan davlatga ketaveraman deb o'ylasham xato. Agar pensioner chet elga bormoqchi bo'lsa, avval qaysi davlatga, qaysi tartibda qanday pasport bilan kirishi mumkinligini aniqlash kerak. Birinchi muhim nuansa, pasportning eskiligi bilan yaroqsizligi bir xil narsa emas. Hujjat eski ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin muddati va yuridik kuchi saqlanib turgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, hujjat nisbatan yangi ko'rinishda bo'lsa ham, muddati tugagan bo'lsa, u muammo tug'diradi. Shuning uchun odamlar gap so'zga emas, hujjatdagi sana va rasmiy talablarga qarash kerak. Ikkinchi nuansa. Ayrim joylar hujjatni qabul qiladi, ayrim joylar qabul qilmaydi. Masalan, mahallada sizni hamma taniydi. Bu kishi falonchi ota deb yordam berishi mumkin. Lekin bank xodimi yoki notarius sizni tanishi bilan ish bitmaydi. U tizimga hujjat raqamini kiritadi, amal qilish muddatini ko'radi. Shaxsiy identifikatsiya raqami mos kelishini tekshiradi. Tizim qabul qilmasa, xodimning mayli o'tkazib yuboray deyishga haqqi yo'q. Chunki keyin javobgarlik xodimning o'ziga tushadi. Uchinchi nuansa, pasportdagi familiya bilan pensiya tizimidagi familiya mos bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan. Lekin ayrim hujjatlarda qiz familiyasi qolgan holatlar uchraydi. Masalan, pasportda Karimova, pensiya hujjatida Tosheva, bank kartasida Karimova T bo'lsa, tizimlar bir-biriga ulanayotganda savol tug'iladi. Bunday vaziyatda faqat yangi ID karta olish yetmasligi mumkin. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki FHDga ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-nuansa, yotoqdagi nogironligi bor. Mustaqil yura olmagan pensionerlar ham hujjatsiz qolib ketmasligi kerak. Ko'pchilik onam yura olmaydi, demak ID karta ola olmaydi deb o'ylaydi. Amalda bunday holatlar uchun yaqin qarindoshlar orqali murojaat qilish, vakillik hujjatlari ayrim hududlarda mas'ul xodimlarning joyiga chiqib xizmat ko'rsatishi kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Buning uchun mahalla, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi bilan oldindan gaplashish kerak. Eng noto'g'ri yo'l, baribir uyda yotibdi deb hujjatni yillar davomida almashtirmaslik. Chunki keyin meros. Bankdagi pul, ijtimoiy yordam, davolanish, nogironlik qayta ko'rigi masalasida hammasi bir joyga tiqilib qoladi. 5-nuansa, hujjatni yo'qotgan pensioner darhol xabar berish kerak. Pasport yo'qoldi. Lekin balki to'plib qolar deb 2-3 oy yurish xavfli. Yo'qolgan hujjat bilan firibgarlar kredit, sim karta, soxta ishonchnoma, turli noqonuniy harakatlar qilishga urinishlari mumkin. Albatta, zamonaviy tizimlarda tekshiruvlar bor. Lekin ehtiyotkorlik birinchi o'rinda. Yo'qolgan bo'lsa, ichki ishlar organlari yoki tegishli migratsiya bo'limiga murojaat qilib,
yangi hujjat rasmiylashtirish jarayonini boshlash kerak. 6-mo'ancha. Pensionerning faqat pasporti emas, telefon raqami ham o'z nomida bo'lishi muhim. Chunki ko'p xizmatlar SMS kod orqali ishlaydi. Agar bank kartasi onaxon nomida, telefon raqami esa o'g'lining nomida bo'lsa, kelajakda identifikatsiya masalasida qiyinchilik bo'lishi mumkin. ID karta olgandan keyin bank, mobil operator va boshqa tizimlardagi ma'lumotlarni ham yangilash foydali. Aks holda pasport yangilanadi, lekin bankda eski pasport raqami turaveradi. Keyin pul yetishda yoki kartani tiklashda yana navbat kutishga to'g'ri keladi. 7-mo'anja ba'zi pensionerlar mening pasportimda doimiy ro'yxatim boshqa joyda, lekin o'zim boshqa tumanda yashayman deydi. Bunday holatda ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, ijtimoiy yordam, mahalla ro'yxati, tibbiyot muassasasiga biriktirish, sanatoriy yo'llanmasi, subsidiya yoki kompensatsiya olishda yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlari tekshiriladi. Agar amalda Toshkentda yashab, hujjatda boshqa viloyat turgan bo'lsa, murojaat qaysi hududda ko'rilishi bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun hujjat yangilash paytida ro'yxat masalasini ham aniqlashtirib olish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men pensionerlar va ularning farzandlariga aniq reja beraman. Birinchi qadam. Pasportni qo'lga oling va 3 narsani tekshiring. Amal qilish muddati tugamaganmi? Ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana to'g'rimi? Hujjat jismonan butunmi? Rasm va yozuvlar aniqmi? Agar shu 3 ta savoldan bittasiga ham yo'q javobi chiqsa, hujjatni yangilashga tayyorlaning. Ikkinchi qadam. Pensionerning yaqin oylar ichida qiladigan ishlarini yozib chiqing. Bank kartasi muddati tugaydimi? Notariusga boradimi? Uy-joy, meros, hadya, vasiyat, ishonchnoma, kadastr ishi bormi? Kasalxonaga o'tish kerakmi? Chet elga chiqish rejasi bormi? Agar shunday ishlar bo'lsa, hujjatni oldindan yangilash zarur. Chunki ishning o'rtasida pasportingiz yaroqsiz degan javob eshitish eng noqulay holat. 3-qadam. Qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta olish yoki pasport masalalari bo'yicha tuman yoki shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga. Shuningdek, ayrim holatlarda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib yoki mahalladan so'rab, aynan qaysi joy qabul qilishini bilib oling. Bu pensioner uchun juda muhim. Chunki ortiqcha 2 joyga qatnash sog'liq va vaqtni oladi. 4-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Asosiy hujjat amaldagi pasport yoki eski pasport. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik bo'yicha tegishli tartibda murojaat qilinadi. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ma'lumotlarda farq bo'lsa. Pensionerlik guvohnomasi ko'p hollarda shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat o'rnini bosmaydi, lekin ayrim imtiyoz yoki aniqlashtirishlarda foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni ham olib borish zarar qilmaydi. 5-qadam. To'lov masalasini oldindan so'rang. Hujjat rasmiylashtirishda davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Pensionerlar orasida pensioner bo'lsam, hammasi bepul bo'lishi kerak degan tushuncha bor. Har bir xizmatning o'z tartibi bor. Ba'zi toifalarga imtiyoz bo'lishi mumkin, ba'zilariga yo'q. Shuning uchun kassaga borganda hayron qolmaslik uchun oldindan so'rab oling. Qancha to'lov, qayerga to'lanadi? Naqdmi yoki karta orqali? Kimlar ozod qilingan? 6-qadam. Ariza topshirishda ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Men juda ko'p ko'rganman. Odam shoshiladi. Xodim ma'lumot kiritadi. Bir harf noto'g'ri ketadi. Masalan, O'ktam o'rniga O'ktam, Jo'rayeva o'rniga Jo'rayeva. Tug'ilgan sana 12 o'rniga 20 bo'lib ketishi mumkin. Hujjat tayyor bo'lgandan keyin bu xatoni tuzatish yana vaqt oladi. Shuning uchun arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, ro'yxat manzili, fe'l, jins, fuqarolik ma'lumotlarini ovoz chiqarib bo'lsa ham tekshirtiring. 7-qadam. Hujjat tayyor bo'lgandan keyin eski tizimlardagi ma'lumotlarni yangilang. Bankka boring va yangi ID karta ma'lumotlarini kiritib qo'ying. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, bankdagi shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lsin. Mobil operatorga borib, telefon raqami kim nomida ekanini aniqlang. Oilaviy poliklinikada ma'lumotlar yangilanganini tekshiring. Notarius, kadastr yoki boshqa ish rejalashtirilgan bo'lsa, yangi hujjat nusxasini tayyorlab qo'ying. 8-qadam. Hujjat nusxalarini tartibga soling, lekin xavfsizlikni unutmang. ID karta, eski pasport, pensionerlik hujjati,
bank rekvizitlari, tug'ilganlik va nikoh hujjatlari alohida papkada tursin. Farzandlarda ham skaner yoki foto nusxasi bo'lishi mumkin. Lekin pasport rasmini har kimga Telegram orqali yuborish, notanish odamlarga berish, kredit chiqarmaymiz, faqat tekshiramiz deganlarga ishonish juda xavfli. Hujjat nusxasi ham firibgarlar qo'lida muammo tug'dirishi mumkin. 9-qadam. Agar pensioner yura olmasa, muammoni yashirmang. Mahalla raisi, ijtimoiy xodim. Migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Uyga kelib rasmiylashtirish imkoniyati bormi? Vakil orqali ariza topshirsa bo'ladimi? Notarial ishonchnoma kerakmi? Shifokor ma'lumotnomasi kerakmi? deb aniq savollar bering. Har bir holat individual, lekin so'ramasangiz hech kim o'zi kelib hal qilib bermaydi. 10-qadam. Chet elga chiqish rejalari bo'lsa, ichki hujjat bilan xorijga chiqish hujjatini adashtirmang. ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Xorijga chiqish pasporti esa alohida masala bo'lishi mumkin. Pensioner farzandinikiga bormoqchi bo'lsa, avval boradigan davlati talablarini, pasport muddati qancha bo'lish kerakligini, viza kerak emasligini aniqlasin. Ba'zi davlatlar pasport muddati kamida 3 oy yoki 6 oy amal qilish kerak deb talab qo'yishi mumkin. Shuning uchun safardan bir hafta oldin emas, kamida bir necha oy oldin tekshirish kerak. Eng ko'p uchraydigan savollarga ham javob beraman. Eski pasport bilan pensiya ola olmay qolamanmi? Agar hujjatingiz muddati o'tmagan va bankdagi ma'lumotlar ishlayotgan bo'lsa, odatda birdan pensiya yo'qolib qolmaydi. Lekin karta almashtirish, bank identifikatsiyasi yoki qayta tekshiruvda muammo chiqishi mumkin. ID karta olsam eski pasportimni tashlab yuboraymi? Yo'q. Hech qachon muhim hujjatni darrov tashlab yubormang. Eski pasportda avvalgi vizalar, ro'yxatlar, nikoh, farzandlar, boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Uni uyda alohida saqlang. Lekin amaldagi hujjat sifatida qayerda ishlatilishini tegishli tashkilotdan aniqlang. Pensionerga navbatsiz xizmat ko'rsatishadimi? Ba'zi joylarda yoshi ulug'lar, nogironligi bor shaxslar, urush yoki mehnat faxriylari uchun qulayliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu ham hudud va tartibga bog'liq. Borganingizda xodimdan muloyim qilib so'rang. Yana bir muhim ogohlantirish. Ijtimoiy tarmoqlardagi qo'rqituvchi xabarlarga ishonib, darhol pul evaziga pasportingizni tez qilib beraman degan vositachilarga bormang. Rasmiy hujjatni faqat vakolatli organlar rasmiylashtiradi. Agar kimdir navbatsiz, bazasiz bir kunda qilib beraman desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar bu jarayonda yordam bersin, lekin hujjatlarni notanish odamga topshirmasin. Demak, eski pasport masalasida eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, tekshirish va oldindan tayyorlanish. Agar pasport muddati tugagan, yirtilgan, ma'lumotlari noto'g'ri yoki tizimlarda mos kelmayotgan bo'lsa, pensioner ID karta yoki tegishli yangi hujjatni rasmiylashtirishga kirishish kerak. Agar hujjat amalda, muddati bor va ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hozircha tinch yurish mumkin, lekin muddat tugashini kutib o'tirmaslik kerak. Men maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz, buvangiz pasportini tekshirib qo'ying. Bu 5 daqiqalik ish ertaga bank, notarius, shifoxona yoki pensiya masalasida bir haftalik muammoning oldini oladi. Sizda eski pasport, ID karta yoki pensiya olish bo'yicha qanday savol bor? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bunday ma'lumotlar ayniqsa pensionerlarimiz uchun juda kerak.